Bu futbolchilarning barchasi bir xil klubda o'ynagan. Bu qaysi klub? To'g'ri javob Bavariya. Bu futbolchilardan qaysi biri Manchester City uchun eng qimmat transfer bo'lgan? To'g'ri javob Yoshko Gvardiol. Bu futbolchilardan qaysi biri Fransiya milliy terma jamoasi uchun eng ko'p gol urgan? To'g'ri javob Kingsley Coman. Agar bu format sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu futbolchilarning barchasi ham bir klubda o'ynagan. Bu qaysi klub? To'g'ri javob Lille. Bu futbolchilardan qaysi biri Angliya Premier Ligasida eng ko'p assist bergan? To'g'ri javob Son Hyon-min. Yakuniy savoldan oldin izohga nechta to'g'ri javob berganingizni yozib qoldiring va do'stlaringiz bilan ham ulashing. Ularning futbol bilimini sinab ko'ring. Bu klublardan qaysi biri Chempionlar Ligasi finallarida eng ko'p gol urgan? To'g'ri javob Paris Saint-Germain.